savobi bo'lib, qiyomatda o'sha qilingan amal uni shafoat qilib, jannatga olib kirishlikka sabab bo'ladigan amal sadaqa-i joriya deydi. Sadaqa-i joriya masalan shunaqangi bir masjid, madrasalar, yo'l o'g'lash, ko'prik qurishlik, xullas kalom ko'pchilik foydalanadigan ishlarni qo'yish mana sadaqa-i joriya. Ana shularning qatorida kitob meros qoldirgan bo'lsa, masalan biror bir kitob qoldirgan bo'lsa, o'sha kitobdan odamlar manfaatlanib o'qib foydalanib turadi, ham sadaqa-i joriya. Endi aytadilarki, hamma ham endi masjid, madrasa qura olmaydi, hamma ham moddiy tomonlardan mukammal bo'lib, o'zidan oshirib bunaqangi ishlarni qilolmaydi. Endi ommatan hamma uchun bo'lgan sadaqa-i joriyani yo'lga solishlikka sabab bo'ladigan holat nima desa, Xudo nasib qilib farzand yo nabira bergan bo'lsa, o'sha farzand nabirasini ibodatli, namozxon qilib, diyonatli qilib tarbiyalab olgan bo'lsa, ana shu insonda sadaqa-i joriya bo'ladi. U insonga hayotingiz mobaynida ham o'sha qilgan mehnatingizni rohatini ko'rib borasiz. Qolaversa, qiyomatgacha ham qabrda manfaat foydasi bo'lib turadi. Eng nimasi qiyomat kuni iymon keltirganning mahshar maydonida hisob-kitob bitgandan keyin o'sha qilgan amalingiz, sadaqa-i joriyangiz bu inson hayoti mobaynida shunaqangi bir manfaatli amalni qilgan deb turib sizni jannatga olib kirib ketishlikka sabab bo'ladigan holatlar. O'sha nima ekan desa, siz hozir umid qilib bu yerga olib kelib o'qiyotgan bolalaringiz, nabiralaringiz mana shu bitta sadaqa-i joriyani yo'lga solayotganingiz. Buni hech ham esdan chiqarmang. Umidvorlik shunaqa oliy himmat bilan Xudo xohlasa mana shu bolam, mana shu nabiram meni jannatga olib kiradida degan umidda hayot kechiring. Va ana shunga yarasha bolangizni tarbiyasi, o'qigan ilmiga amal qilishlikka siz sababchi bo'lib mehnat qilib harakat qiling. Hazrati ulug' zotlardan birlarini oldilariga bir inson farzandlarini ilm o'rgatishlik uchun olib kelib turib, domla bu bolamni shunaqangi bir ilmni o'rgatib bersangiz, hech bo'lmaganda siz shahid bo'lib qolsa bo'ldi deb ustozga aytgan ekan. Shunda ustozlar aytgan ekanlarki, buncha himmatingizni past qilasiz, menchalik emas, Hazrati Imom Azam Pirimiz rahmatullohi alayhiga o'xshagan ulug' inson bo'ladi deb umid qilmaysizmi degan ekanlar. Tushunyapsizmi? Bu degani siz bolangizdan shunaqa katta umid bilan hayot kechiring. Bola Xudo xohlasa zo'r bola bo'ladi. Siz mana shu yashayotgan hayotingiz, yashayotgan muhitingiz mobaynida kimdir masalan elni orasida shunaqangi kunga astoydil xizmat qilib, siz ko'rsangiz havas qilayotgan bo'lsangiz, bolam bundan ham yaxshi bo'lsin deb havas qilaysiz. Bu odamdan ham meni bolam zo'r bo'lib, masalan zo'r xizmatlarni qilsin deb umid qiling. Ana shu umidingizga yarasha bo'ladi. Kam himmatli qilinadigan bo'lsa, beparvolik bo'ladigan bo'lsa, o'sha niyatingizga yarasha bo'lib qoladi. Shuning uchun birodarlar, salomat bo'linglar. Shunchalik bolalarni o'qitishlikka g'ayrat qilishlaring bu Xudoning katta sizlarga bergan marhamati. Endi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib, men hayotim mobaynida ummatimga qoldirgan narsam men uchun moli dunyo, tillo, dunyoga ziynatlarini meros qilib qoldirmadim. Balki men ummatlarimga ilmni meros qoldirdim degan bo'lsalar, farzandlaring, nabiralaring Payg'ambarimiz alayhissalomga meros qilib bo'layotganligini esdan chiqarmaylar. Meni bolam, meni nevaram payg'ambarni merosxo'ri bo'lyapti degan o'y fikrni hech ham hayollaringizga ko'tarmanglarki, ana shunda bolalaringni ogohiga, ana shunda bolalaringni ilmga bo'lgan qilayotgan mehnatlaringga hech ham charchamaysizlar.
bitta ahli ilmni ilmga erishib olishlik, Qur'onni yodlab olishlik, bu Alloh taolo tomonidan beriladigan narsa, lekin kimlardir